Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Bugungi webinarimizda shu Starline'da S96 va 2, E96 va 2, AS90, A60, A90 signallarga yangi shu qo'shilgan start stop funksiyasi haqida aytib beramiz. Birinchi bo'lib, shu hamma shu hozir aytib bergan signallarimizni ichida blokda 2.1.0 pрошивкасы bo'lishi kerak yoki undan yangiroq bo'lishi kerak. Shu 2.1 ga shu nastroyka qo'shildi. Birinchi shu funksiya ishlash uchun birinchi bo'lib obnovить qilamiz. Obnovить qilib bo'lgandan keyin настройка kiramiz. Webinar boshlashdan avval shu 2.1 ni o'zim qo'yib oldim. Yana bir qadar aytib o'taman. AS90, A60, A90, S96 V2, E96 V2, E97, S97 hamma shu 6-7 pokoleniya signallarimizda shu funksiya qo'shildi. Bu funksiya qo'shilishi uchun ishlash uchun qanaqa signal kerak bo'ladi? Birinchi bo'lib, bizga shu knopka start stop simli kerak bo'ladi. Knopka start stop kerak bo'ladi. Start stop ishlash farqi yo'q. Plus bo'ladimi yoki minus ishlaydimi? Farqi yo'q. Ko'p ko'rganman. Mana masalan, mashina o'zida qanaqadir shtatniy kerak emas knopkalari bo'lishi mumkin. Gitarasida bo'lmasa rulda u knopkalar ham ishlatsa bo'laveradi. Shu aytib o'tganimdek, yo plus yoki minus. Mana masalan, knopkamiz minus ishlasa, kanalga kirib turib, biz bo'sh kerakli shu bo'sh simni olib, knopka start stopga nastroyka qilib qo'yamiz. Tepada ko'rib turganlaridek vход knopka start stop. Agar knopkamiz minus ishlasa, agar plus ishlasa, mana bu yerda masalan sariq simni olamiz, mana bu yerda turibdi plus. Bu yerda vход knopka start stop qilib qo'yamiz. O'chirib qo'yamiz bunisini. Sarig'ida mana vход knopka start stop. Bu plus mana ko'rib turganimizdek. Shu aytib o'tganimdek, yo'q plus, yo'q minus. O'zi knopkamizga qarab. Keyin bundan keyin plus minus knopkani ulaganimizdan keyin knopkaga qarab, bundan tashqari agar kanda pedal tormoz yo'q bo'lsa, pedal tormoz ham obязательно ulashimiz kerak. Buning uchun mana shu o'zimizda oranjiy filtr sim bor. O'zi pedal tormozni olib turadi. Bu simni ulab qo'yamiz agar kanda yo'q bo'lsa agar. Kanda bo'lsa, bu simni ulamasa ham mumkin. Keyin birarga mashinalar bo'ladi. Masalan, VAG mashinalar bo'lishi mumkin. U mashinalarda tormoz faqat zajgan yoqib turgan paytda ko'riladi. Masalan, GMlarda ko'pida zajgan o'chib tursa ham tormozni bosganini ko'rib tura oladi. Bu keyin bu настройка qilib bo'lganimizdan keyin knopka start stop simini uladik, pedal tormoz simini uladik, kerak bo'lsa, keyin основной parametrga o'tamizda. Bu yerda o'tganimizdan keyin tormozni masalan GM mashinalarida bez zajganini ko'rish uchun bitta настройкani yoqib qo'yish kerak. Mana bu yerda bitta настройка bor. Разрешение обработки педали тормоза и становище тормоза при выключенном зажигании. Bu degani, agar shu galочкani qo'yib qo'yganimizdan keyin tormoz bosganimizda kalit o'chiq bo'lsa ham, zajgan o'chiq bo'lsa ham sistemamiz ko'raveradi. Buni qo'yish shart. Agar buni qo'ymasalar, funksiya start stopimiz ishlamaydi. Keyingi настройкamiz запуск двигателя kiramizda. Запуск двигателя bu yerda shu обязательно shu mashina avtomatik ishlashini yoqib qo'yamiz. Keyingisi mashinamiz avtomat yoki mexanikasini tanlaymiz. Mana bugun avtomat bo'ladi. Buni tegmaymiz. Keyinroq ko'rsataman nimaga uchunligini. Keyingisi masalan mashinada obход kanda bo'lsa, obход kand qilamiz yoki analog bo'lsa, analog qilamiz. Keyin buni ham mashinaga o'ziga qarab, birarga mashinalarda obход shu mashina yurib turgan paytda kerak bo'ladi, birarga mashinalarda shu mashina yurguncha kerak bo'ladi. Kanda bo'lsa kanda, shu analog bo'lsa analog qilamiz. Keyin pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganimizdan keyin mana bu yerda knopka start stop yangi настройкалari qo'shilgan. Bu yerga ishlash uchun shu galочкani qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'yganimizdan keyin knopka start stop ham ishlaveradi. Mana knopka galочкani qo'yganimizdan keyin tepaga qaytamizda aytib o'tganimdek, mana bu yerda aytdim. Keyin aytaman deb. Уже bu funksiyalar o'chib qolaveradi. Bu funksiya o'chib qoladi. Pastga tushdik, galочкani qo'ydik. Agar xuddi shu настройкада knopka start stop bo'ladi, shu galочкani qo'yib qo'yganimizdan keyin knopka start stop ishlash uchun ekranda eshitdik, knopkani bosdik, mashina yurib o'chaveradi. Agar shu galочкani qo'yib qo'ysak,
oldimizda metka yo'q bo'lsa, start stop funksiyamiz ishlamaydi. Buni o'chirib qo'ydik, metkasiz bo'ldi. Mashina oldiga keldik, telefon orqali bo'lmasa, misol qilib aytaylik, A60, A90 bluetooth yo'q bo'lsa, brelokdan, pultdan mashinani ahrordan eshitdik, mashinaga o'tirdik, knopkani bitta bosib, pedal bilan knopkani bitta bossak, mashina yurib ketaveradi. Hech qanaqa gibka logika yozish endi shart emas. Gibka logika funksiyalari ham qoldi. Agar sizlarga kerak bo'lsa, bu algoritm sizlarga ozgina neudobniy bo'lsa yoki yoqmasa, mijozlarga yoqmasa, bo'lmasa boshqacha qilib ber desa, gibka logika ham qoldi. O'zlari xohlaganicha yoza olasizlar. Agar gibka logika yozmaymiz desanglar, shu hozir ko'rsatgan nastroykani yoqib qo'yasizlar, shu galachkani qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi, ishlaveradi. Bu pastda shu qachon starter, qachon yurishi, zajigание, hamma shu zadержкалari. Keyin qanday ishlaydi? Mana pastda bizda shu ulaymiz, shu zajigание bir simini, ikkini, keyin aksuar starter simini ulaymiz. Bo'ldi, hech qanaqa boshqa nastroyka qilmaymiz. Shu zamok simlari, start stop, pedal tormoz, keyin запуск dvigatellarga shu nuqtani qo'yib qo'yamiz, obход nastroykasini sozlab qo'yamiz. Keyin saqlash uskunalasini bosamiz va bo'ldi. Hozir Botirjon mashinasida ko'rsatib beramiz qanday ishlashini. Botirjon. Hammaga assalomu alaykum. Hozir shu shtatning logikamizni mashinada qanaqa ishlashini ko'rsatib beramiz. Mana mashinada o'tiramiz, tormozni bosmasdan knopkani bitta bossak, mashinamizda aksuar yonadi. Magnitofon. Ikkinchi marta bosganimizda mashina zajganiyasi yonadi. Uchinchi marta bosganimizda hamma narsamiz o'chadi. Agar tormozni bosib turib, shu knopkani bossak, mashinamiz zavod bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Mashinamizda yo kandan skorost ko'rsa yoki kandan ko'rmaydigan bo'lsa ham, GPS bo'lsa, GPS orqali skorost ko'radigan bo'lsa, 5 km/soatdan agar tezligiga baland bo'ladigan bo'lsa, start stopimizda yurib ketayotganingizda o'chmaydi. Knopkani bossanglar ham. Uni avariyni o'chirish yo'li bor. Tormozni bosib turib, keyin knopkani bossanglar, shunda o'chadi. Yoki yana bitta yo'li bor. Mana shu knopkani bosib 10 sekund ushlab tursa, keyin o'chadi, avariyni o'chadi. Yana kimda savollar bo'lsa, bersanglar javob beramiz. Yana bir narsa, agar mexanika mashina qilmoqchi bo'lsalar ham, mexanikada ham xuddi shu algoritm bemalol ishlaveradi. Hech qanaqa gibka logika shart emas. Mana ko'rib turganingiz, Botirjonning mashinasida knopka start stop ruldan qilingan. Xohlasa ruldan qiladi. Agar tamta qiyinchilik bo'lib qolsa, kalitni olib, kalit anaqasi zamok zajganasi ham bemalol ishlaveradi. Kalit mana qoldirilgan. O'zining joyi. Keyin aytib o'tishim kerak, servis rejim yoqib qo'yganimizdan keyin bu start stop funksiyamiz ishlamaydi. Har doim shu servis rejim ishlagan yoqqanimizdan keyin shu kalitni yoqib qolsa, mashinani yurgizib o'chirsa bo'laveradi. Agar servis rejim o'chiq bo'lsa, o'sha bemalol shu start stop funksiyasini ishlatilib yursa bo'laveradi bemalol. Akamiz savol beribdi. Tormoz kan bilan ko'radimi? Bu masalan Spark mashinasida kanda ko'radi tormozni. To'g'rimi, Botirjon, shunaqami? Da, tormoz kandan ko'radi. Adashmasam agar ko'p shu JM mashinasida start stop уже bunaqa tormoz kanda ko'radi. Faqat shu men ko'rsatgan nastroykani yoqib qo'yish kerak. Zajgan o'ch qilsa ham shu nastroyka orqali kandan ko'raveradi. Yani bir necha mashinalar bor, shu JMdan tashqari u mashinalarda tormoz ko'rish uchun yo analog ulash kerak, bo'lmasa kandan ko'radi. Faqat mashinani yurgizish uchun knopkani 2 marta bosish kerak. Alisher aka yozibdi, magnitola включается. Eshikni ochganda mashinani o'chirdingiz, eshikni ochdingiz, magnitola o'chaveradi. Bu mani mashinamda, misol uchun BCMli mashinamlarda agar Gentrani oladigan bo'lsak, u knopkani bosganda u sразу o'chadi. Botirjon, anaqa brelokis oldingizda bo'lsa, anaqa qilib bering, mashinani yurgizib, brelokdan mягкая посадкani ko'rsatib bering. Yo'q, brelokim oldimda emas edi. Oldingiz. Mashinani yurgizasizda, telefondan yoki brelokdan yurgizasiz, ochdingiz, mashinaga o'tirdingiz, pedalda 3 sekund ezib turib, skorost qo'yib ketaverasiz. Mashina ochib qolmaydi. Ham
mягкий посадка ham avtomatik ishlaveradi bu yerda. Tormozinglar qandan ko'rsa ham, analog ulangan bo'lsa ham, mягкий посадка o'sha avtomatik ishlaydi. 3 sekund bosib ushlab tursanglar bo'ldi. Yana savollar bormi? Qanaqa mashinalar ko'proq kelishi mumkin shu start stop qo'yishga? Shunaqa bo'lsalar, savollar bersalar, primer qilib ko'rsatib beramiz, savollarga javob beramiz. Gentra Cobaltga shu xuddi shunaqa, Cobaltda shunaqa Spartak adashmasam, to'g'rimi Botirjon? Ha, bir xil. Gentrada analog. Start stop simini o'ylaysiz, pedal tormoz simini o'ylaysiz, nastroykada galchkani qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Saqlanch qilib tekshira olasiz. Qanaqa savollar bor yana sizlarda? Agar shu aytib o'tgandek, agar bu algoritm ma'qul kelmasa mijozimizga oldingidaqa bemalol shu gibka logika orqali start stop bemalol yozib qila olasizlar. Savollar bo'lsa javob. Unaqa qilsa ham bo'laveradi. Mashinaga chiqib gibka u qo'shimcha funksiya bo'ladi. Gibka logika orqali ham qilsa bo'laveradi. Qanaqa savollar bor endi? Alisher aka savol beribdilar, o'shalarga yetdingiz hozir? Aha. Unaqa qilsa ham bo'laveradi, shu aytib o'tgandek, gibka logika orqali qilasizlar, bo'ldi. Bormi savollar yana? Agar savollar yo'q bo'lsa, chatga 0 qo'yib qo'yinglar, iltimos. Agar bu narsa qiziq bo'lsa, aytsalar, bemalol hozir ko'rsatib aytib beramiz, savollarga javob beramiz. Generator simi shart, chunki generator yoki taxometr simini ulaysiz. Chunki biz signalizatsiyamiz mashina yurganini ko'rib olish kerak. Ba'zi avtozapis qo'yayotganda yo generator yo taxometr simini ulaysiz, agar mashinada kanda unaqa funksiya yo'q bo'lsa agar. Напряжение ham qilsa bo'ladi, lekin generator yoki taxometr ulasangiz, masalan, напряжение akkumulyator o'ziga agar akkumulyator yaxshi bo'lmasa, statorni ko'p aylantirib yuborishi mumkin. Shuning uchun yo taxometr yoki generator ulaganingiz yaxshi. Bu желательно agar taxometr bo'lsa, taxometrga ulagan yaxshiroq. Unda точныйroq ishlaydi. Bahrom aka so'rabdi, axrona paytida ishlamaydimi start stop knopkasi? Yo'q, qachon axronaga qo'ydingiz, sразу start stop knopkasi ishlamay qoladi. Axronani yechdingiz, start stop knopkasi yana ishlayveradi. Aytib o'tganimdek, shu Starline Master yana bitta nastroykasi bor. Metkani qo'yganingizdan keyin, metka qo'yib qo'ysangiz, qachon metkani so'ragandan keyin, ko'rgandan keyin start stop funksiyasi ishlaydi. Tak, Lutfullo aka, Tracker 12 larda oldin qanday ulagan bo'lsa, shunaqa uraveramiz degan kalitlar bor. Shunaqa start stop funksiya ishlayveradi, to'g'ri. Unisi ham, bunisi ham ishlayveradi, lekin bittasini o'chirib qo'yganingiz yaxshi. Shu ulaganingizdan keyin gibkologiyaga kirib, просто galchkalar o'chirib qo'yasiz, bo'ldi. Bir-biriga xalaqit qilmaydi. Agar ikkalasi ham, u ham bu ham yonoq tursa, u ham ishlayveradi, bu ham ishlayveradi. Adashib ketishi mumkin lekin. Qanaqa savollar bor yana? Bitta narsa qiziqtiradi-da, shu
Mexanika ham moshinalar bo'lib turadimi? Yo'q, hammasiga avtomat qilib nastroyka Yo'q, qilinadi. mexanikaga avtomat qilib ulanadi, skorozdатchik qo'yiladi bizada shoh. Bo'ldi. Tushunarli. Bizada mexanika qilib ulanmaydi. Sizlardagi bizada skorozdatchik qo'yib, avtomat qilib, bitta parking simini ulanadi. Mhm. O'shanga. O'shaning uchun Rahmat. u mexanika ko'rsatishimiz ham shart emasda. Chunki unaqa ulanmaydi baribir. Endi ishlar ancha oson bo'ldi. Da O'sha YouTube'ga qo'yamiz. Так, AS90 можно пробовать поставить на R4, как подключить тахометр. Qora, kulrang qora simni taxometr simiga ulab qo'yasiz, bo'ldi. Taxometrni назначать qilib, taxometrga ulab qo'yiladi. Keyin taxometr ulaganimizdan keyin shu to'g'ri ishlash uchun agar analogida har xil anaqa nastroyka ko'rish mumkin. Hozir men ko'rsatib beraman. Mana masalan, agar taxometrga uladingiz, taxometr ulaganingizdan keyin diagnostikada оборот yo ko'p yo oz ko'rayotgan bo'lsa, mana shu yerda nastroykasi bor. Priborniy panelimizda masalan 800-900 ko'rsatyapti, diagnostikada masalan 1800 ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda делитель оборот, множитель оборот ikkalasidan bittasiga masalan ko'p bo'lsa делитель qilib qo'yasiz, 2 qilib qo'yasiz, 2 ga bo'lib oladi. Agar masalan taxometrda 900 bo'lsa, diagnostikada masalan 400-500 bo'lsa, mana множитель 2 qilib qo'yasizlar. Agar analog ulaganda bunda ham. Analog uladingiz, taxometr ulaganingizdan keyin shu diagnostikaga kirib, mashinadan ko'rib olamiz, mana yerda ko'rsatib turadi. Qancha оборот. Mashina yerga qaraymizda, keyin priborniy panelga qarab to'g'rilab olaveramiz. Yana nima qiziqyapti? Bemalol qanaqadir savollar bo'lsa, shu Starline mahsuloti haqida hammasiga javob beramiz. Agar savollar yo'q bo'lsa, iltimos chatga 0 bosib qo'yinglar. Botirjon, shu yerdamisiz? Internet Shu yerdami? Savollarni o'qib o'tirdim. boshqa savollar yo'q shekilli. Agar savollar bo'lsa, bemalol shu chatlarimiz bor, Telegramda bemalol yoza olasizlar, yo menga yoki Botirjonga, bo'lmasa hechga farqi yo'q, qanaqa udobniy bo'lsa. Kelganingiz uchun hammaga rahmat. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar.